Ikkidan so'ng borda lolani ko'pchilik yozibdi kommentariyalarda, borib topolmayapmiz, yo'q ekan deb. Mana sizlarga oson bo'lishi uchun bu videoni tayyorladim do'stlar. Like bosishdan chiqmas. Favonda kelganda o'ng qo'lda, quvadan kelganda chap qo'lga kiradi bu yo'l. Mana shu zinakka e'tibor beringlar. O'ng qo'lga kirib ketganda bu yerda lola yo'q. O'ng qo'limizda yana uzun bog' keladi, sonishli paneldan qilingan. Shu bog' tugaganda to'r ko'cha keladi do'stlar. To'r ko'chada doimiy yo'l patrul xizmati xodimlari turadi. Bemalol qo'rqmay kelaverlar, ular hech kimni to'smaydi, faqat kamazlarga yo'nalish bildiradi. Chap qo'lga kirganimizda ikki tomonimizda latoga ariq, chinor keladi, chinordan o'ngga, sirasi chapga yana latoga ariq keladi. Mana shu latoga ariq sizlarni lolaga olib boradi. O'ng qo'limizda yana lolazor birinchi polya. Bu yerda lola kam, siyrayroq. Shu yo'ldan yurganimizda chap qo'limizda ko'prik keladi. Ko'prikdan o'tib tepaliqqa chiqqanda o'ng qo'lga burilganlaringda o'sha juda katta maydonda joylashgan lolazorga yetib kelasizlar. Maza qilib bola chaqalaringni olib kelib piknik qilib ketishlari mumkin. Juda go'zal bo'lgan. Rosa ochildi, bu joyda hali hech kim bilmaydi. Mehnatlarimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Mana ko'pchilik qiynalgani uchun bu videoni tayyorladik. Maza qilib ketasizlar. Bola chaqalaringni olib qayoqda